Asad aka 3 oyda Litvaga ketdi. Endi navbat sizga. Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlarimiz. Mana bugun 1-may 2025-yil Asad akamizni Litva davlatiga fura haydovchisi vakansiyasiga ishga jo'natyapmiz. Aka, endi taassurotlaringizni ozgina bo'lishib o'tsangiz. Taassurotlarim 3 oy oldin aloqaga chiqdim sizlarga. Mana chiqdi, xursandmiz, Xudoga shukr, alhamdulillah. 2 yillik natijasi bilan ketyapmiz endi ishlashga. Xudo xolasa aka, ishonchli, hamma kelsin, tavsiya qilaman. Tavakkalning boshi kal deydi. Harakat qilingizlar. Zo'r aka, rahmat sizga. Sog' bo'lingizlar. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat aka. Aslida yana bir bor assalomu alaykum. Biz hozir mana keldik. Hozir imtihon topshirishga kelyapmiz. Imtihon topshirib bo'lgandan keyin yana bitta syazga chiqamiz. Erva transport. Bitta odamlar уже chiqyapti boshlasini olib. Erva transport. Aslida bola yig'ilyapti, hozir ekzamen topshiramiz. Endi bu vakansiya sizlar uchun ham ochiq. Talablari: rus tilida erkin muloqot qilishingiz. C yoki C kategoриyangiz bo'lsa, 1 yillik rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsangiz, biz sizga yordam bera olamiz. Agar chet davlatga chiqib ishlash istagi bo'lsa, onlayn ro'yxatdan o'ting yoki kommentariyada C so'zini yozib qoldiring.